Temujin otasining qotillari, Mo'g'ollarning eski dushmani bo'lgan tatarlar bilan endi hisob-kitob qilishi mumkin edi. Temujinga Jamuxa bilan bo'lgan jangda tatarlar uning tomonida turishi ularga ishonmaslik kerakligini ko'rsatgan edi. Temujin tatar masalasini hal qilishga qaror qildi. Tatarlarga so'nggi zarbani berish uchun u 1202-yilda yana yurish boshladi. Temujin harbiy yurishni yanada yaxshiroq boshqarish maqsadida shaxsiy talon-tarojlarni taqiqlagan edi. Temujin tatarlarni mag'lub etdi va ularning yerlarini o'z sarhadlariga qo'shib oldi. Mag'lub etilgan tatarlar ommaviy ravishda qatl etildi. Qolganlari esa Mo'g'ol qabilalari orasiga tarqatib yuborildi. Temujin buyrug'iga bo'ysunmay shaxsiy talon-taroj qilgan Altan, Xuchar va Daritayning qo'lga kiritgan o'ljalari qaytarib olindi. O'ngxon o'sha yili merkitlarga qarshi qilgan yurishidan so'ng qo'lga kiritgan o'ljadan Temujinga bermagandi. Tatarlarning mag'lub etilishi ushbu mintaqada 3 ta harbiy kuchni qoldirdi. G'arbda Naymanlar, sharqda Mo'g'ollar va o'rtada Kiroitlar. Temujin va O'ngxon birlashib Naymanlar ustiga yurish qildi. Bu yurishda Nayman xoni o'ldirildi. O'ngxonning o'g'li Shingun esa dushman qo'lida asirga tushish arafasida Temujinning lashkarlari tomonidan qutqarilgan edi. Temujin o'z mavqeini mustahkamlashga intilib, katta o'g'li Jochi uchun O'ngxonning qizini so'rab, evaziga O'ngxonning nevarasi Shingunning o'g'liga o'z oilasidan bir qiz berishini aytib, ular orasidagi aloqani yanada mustahkamlashni istadi. Ammo O'ngxonning o'g'li Shingun o'zini ustunroq deb hisoblagani uchun bu taklifni rad etdi. Temujin bundan qattiq ranjidi. Shu tariqa Temujinning mehr-muhabbati susayganini sezgan Jamuxa 1203-yilning bahor faslida Temujinga nisbatan gina adovati bo'lganidan O'ngxonning o'g'li Shingun huzurida uni yomonladi. Shingun otasi O'ngxonni bir necha urinishdan so'ng hiyla bilan Temujinni yo'q qilishga ko'ndirdi. Shingun hiylasi qabul qilingach, Temujinga xabar yuborilib, O'ngxon qizini Temujinning o'g'li Jochiga nikohlashlari aytildi va uni unashtiruv marosimiga taklif qildilar. Mazkur taklifga muvofiq Temujin 10 kishi bilan yo'lga chiqdi. Yo'l-yo'lakay u Mo'nglikning uyida to'xtadi. Mo'nglikning maslahatiga ko'ra Temujin o'zi bormay, o'rniga odamlarni yubordi va o'zi ortga qaytdi. Temujinning o'rniga uning odamlari kelishi bilan Kiroitlar masalani sezdirib qo'ydik. Ertaga erta turib, uni qamal qilib qo'lga olamiz deb qaror qildilar. O'ngxonning odamlarining biridan ushbu rejani eshitgan Bodoy va Qishliq ismli ikki cho'pon darhol Temujin huzuriga borib, eshitganlarni so'zlab berdilar. Temujin Bodoy va Qishliqning so'zlariga ishondi va bir kechada barcha chodirlarni bir joyga yig'ib tashlab, tobelari va yaqinlari bilan bir tog' yonbag'riga ketdi. Temujin va Kiroitlar Qalaqaljit qumlarida to'qnash kelishdi. Kiroitlar son jihatdan ustun bo'lganligi sababli Temujin tun yarmida jang maydonini tark etdi. Ushbu jangda Kiroitlardan O'ngxonning o'g'li Shingun yaralangan bo'lsa, Temujinning o'g'li ham yaralangan edi. Ushbu jangdan so'ng Temujinning qolgan qo'shinining soni 2600 kishi edi. Temujin qo'ng'irotlarni o'ziga itoat etishini istadi va oradan ko'p vaqt o'tmay ularni o'z safiga qo'shib olishga muvaffaq bo'ldi. Qo'ng'irotlarni o'z hukmronligi ostiga olgan Temujin
O'ngxonga chopar jo'natdi. Ikki o'rtada bir necha bor elchilar borib kelishdi. Baljunaga chekingan Temujin 1203-yil yozini shu yerda o'tkazdi. U bilan birga bu og'ir kunlarni boshidan kechirgan sodiq izdoshlariga keyinchalik Baljuna ahdi deb nom olgan mashhur sadoqat qasamini ichirdi. Bu qasam ularga katta obro' va e'tibor keltirdi. Temujin qo'shini bilan yo'lga chiqdi. Qasor ishtirokidagi hiyla mo'g'ollarga kiroyatlarga Jejer undurda pistirma qo'yish imkonini berdi. Temujin Jejer undurga joylashgan O'ngxonga hujum qildi. Ushbu jang 3 kun davom etgan bo'lsa-da, Temujinning hal qiluvchi g'alabasi bilan yakunlandi. O'ngxon va uning o'g'li Shingun qochishga muvaffaq bo'ldi. Ammo O'ngxon Nayman qorovul bo'linmasiga o'zini kiroyatlar xoni ekanligiga ishontira olmagach, o'ldirildi. Shingun esa Tangutlar o'lkasi tomonga qochdi. Kiroyatlar tormor etilgach, 1204-yilga kelib, Temujin va uning tarafdorlari Mo'g'ulistonning markaziy va sharqiy qismlarida katta kuchga aylangan edi. Ularga qarshi turgan yagona yirik kuch G'arbiy Mo'g'ulistondagi Nayman xonligi, hukmdori Toyon xon va Temujinning azaliy raqibi Jamuxa boshchiligidagi qabilalar ittifoqi edi. Temujinning tezkor yuksalishi Naymanlarning diqqatini tortdi. Naymanlar Mo'g'ollarning muvaffaqiyatini O'ngxonning ojizligi bilan bog'lab, Mo'g'ollar bilan hisob-kitob qilishga qaror qildilar. Nayman hukmdori Toyon xon Temujinning kiroyatlarni tormor etgani haqida xabar topgach, uning tobora kuchayib borayotganini ko'rib, bu xavfni bartaraf etish maqsadida qo'shin to'play boshladi. Oldingi janglarning mag'lublari Temujinning azaliy dushmanlari bo'lgan Jamuxa va boshqa muxolif qabilalar Toyonxon atrofida to'plangan edilar. Toyonxon Temujinga qarshi Tsin imperiyasi xizmatida chegarani qo'riqlayotgan Ongut, Ankit turklarining yordamini qo'lga kiritishga urinardi. Toyonxon tomonidan Temujinga qarshi kutilmagan hujum uyushtirishga undalgan Ongut hukmdori Oloqush oradan ko'p o'tmay Temujinni bu voqeadan xabardor etdi. Toyonxonning tayyorgarligidan xabar topgan Temujin 1204-yil bahorida qo'mondonlarini qurultoyga chaqirdi. Qo'mondonlarning aksari bu faslda otlar zaif ekanligini, harbiy harakatni kuzgacha kechiktirish maqsadga muvofiq deb hisoblashlarini aytishdi. Biroq Temujinning kenja, eng kichik ukasi Temugu va o'gay ukasi Belgutoy esa bunday xabarni eshitib, darhol hujumga o'tish tarafdori edilar. Temujin ularning hayajoni va g'ayratini maqtagandan so'ng harakatga kirishdi va harbiy safarga tayyorgarlikni boshladi. Temujin Naymanlarga qarshi harbiy safarga chiqishdan avval qo'shinini tartibga solish maqsadida turli harbiy islohotlar amalga oshirdi. Asosiy harbiy islohoti qo'shinini 10lik tizim asosida 10lik, 100lik, 1000lik bo'linmalarga bo'linishi bo'lgan. Yana Keshik nomidagi xonning xos soqchilar bo'linmasi tuziladi. Bu haqida keyingi qismda batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Temujin otlar hali qishdan to'liq tuzalmagan bo'lishiga qaramay, erta bahorda g'arbga, Naymanlarga qarshi yurish boshladi. Temujin o'z qo'shinining son jihatdan Naymanlardan kamligini yashirish va ularni qo'rqitish maqsadida bir askarining taklifiga binoan har bir jangchiga 5 tadan gulxan yoqishni buyurdi. Nayman josuslari ko'p sonli gulxanlarni ko'rib, Toyonxonga osmon yulduzlaridan ko'ra ko'proq olov bor degan xabarni yetkazishadi. Qo'rqoqligi va qat'iyatsizligi bilan tanilgan Toyonxon tashvishga tushib, orqaga chekinishni va dushmanni pistirmaga jalb qilishni taklif qildi. Ammo Toyonxonning o'g'li Kushluk otasining taklifini qo'rqoqlik deb hisoblab, uni masxara qildi
va ortga chekinishga qarshi chiqdi. Toyonxonning qo'mondonlaridan Qo'zi Suboch unga "Otang Inonchixon hech qachon o'z jangchilarining orqasini va otining orqa tomonini teng kuchdagi dushmaniga ko'rsatmagan. Qanday qilib endi sen tong saharda jasoratingni yo'qotyapsan? Agar senga shunchalik qo'rqoqlik xosligini bilganimizda, ayol bo'lsa ham onang Gurbesuvni chaqirib, qo'mondonlikni unga topshirgan bo'lardik", dedi. Bu haqoratdan g'azabga to'lgan Toyonxon Temujinga qarshi jang qilishga qaror qildi. Mo'g'ullar jangovar saf tortganda Naymanlar Naqu tog'ining etaklariga chekinib, u yerda mudofaa chizig'ini tuzib saf tortdilar. Temujin qo'shinlari Naymanlarni quvib boradi. Ikki qo'shin orasida shiddatli jang avj oldi. Naymanlar tog' tepasiga chiqqan holda himoyalanishga urinishadi. Naymanlarning mag'lubiyatga uchrashini oldindan sezgan Jamuxa jang maydonini tark etdi. Kechga borib jang taqdiri hal bo'ldi. Mo'g'ullarning g'alabasi aniq edi. Temujin qo'shinlari kechasi tog'ni qurshab oldi. Nayman askarlari tunda qochishga harakat qilishadi. Ammo ko'plari qoyalardan qulab halok bo'ldi. Toyonxon og'ir yaralangan va o'lim yoqasida edi. Ertasi kuni Toyonxonning tirik qolgan sodiq jangchilari jonini fido qilib, yana jangga kirishdilar. Ularning umidsiz jasoratidan hayratga tushgan Temujin ularni asrab qolmoqchi bo'ldi. Biroq ulardan hech biri taslim bo'lmadi. Barchasi jang qilib halok bo'ldi. Yarasi ko'pligi va ko'p qon yo'qotganidan Toyonxon halok bo'ldi. Toyonxonning o'g'li Kushluk qochib qutulishga muvaffaq bo'lgandi. Ushbu g'alabadan so'ng Temujin Nayman xalqining katta qismini o'z hukmronligi ostiga oldi va Nayman yerlarini o'z sarhadlariga qo'shib oldi. Videolarimiz ko'proq kishiga yetib borishi uchun obuna bo'lib, do'stlaringizga kanalimiz linkini tarqatishingizni va videolarimizga like va izoh qoldirishingizni iltimos qilib qolamiz.